Jahon chempionatining eng yaxshi o'yinchisi Holand, Mbappe, Ronaldo va hattoki Lionel Messi ham emas. Hozir men sizga aytadigan ushbu futbolchi o'z o'yinlari orqali eng yaxshisi ekanligini isbotlab qo'ydi. Hozir men sizga batafsil bu haqida gapirib beraman. Siz esa avvalo shu va shu kabi kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Bilasizmi, Vinicius avval Braziliya tarkibida o'zini yaxshi ko'rsata olmas, yaxshi o'ynagan o'yinlarida ham 1 yoki 2 gol bilangina cheklanardi. Ammo Vinicius bu jahon chempionatida haqiqiy prime davrini yoqib oldi va Braziliyani bir o'zi yetaklamoqda. Marokashga qarshi birinchi o'yinda gol va uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi. Gaitiga qarshi 1 gol va 1 assist. Yana uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi. Shotlandiyaga qarshi 2 gol va yana o'yinning eng yaxshi o'yinchisi. Bilasizmi, Viniciusning eng katta qilgan ishi bu yetakchisiz qolgan Braziliyani yelkasida ko'tarib yurayotgani va har bir o'yinda jamoasining birinchi golini urib, g'alaba sari yetaklayotgani. Braziliyaga oxirgi yillarda yetakchi yetishmayotgan edi. Bu aynan Vinicius buni uddalamoqda. Rafinha jarohat olib terma jamoasiga yordam bera olmayotgan, Neymar ham uddalay olmayotgan ishni Vini o'z bo'yniga ola bildi va jimgina o'z o'yinini o'ynab, Braziliya terma jamoasini jahon chempionligi sari yetaklamoqda.